Katta oila uchun mos hamda narxiga arziydigan xonadon qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga zo'r variantni taklif qila olamiz. Bu uy 120 metr kvadratni tashkil etadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz narxini ham aytib o'tamiz. Ma'lumot sifatida aytib o'taman, dom 5 etajga hamda uyimiz 2-etajda mana shu o'rtada joylashgan, hech qanaqa tarets emas. Bo'lmasa keling qisqacha obzorni qilamiz. Bu yoq prixoshka tayyor, o'zini shkaflari bilan hamma narsasi tayyor qilingan hamda bu uyning xonalarini ko'rib chiqamiz. Xonalardan biri masalan bu detskiy uchun mo'ljallangan hamda ko'rib turganingizdek hamma sharoitlari bor, ya'ni rozetkalari yetarlicha hamda bu yoqda isitish tizimi radiatorlar orqali bo'ladi. Uyda cho'plik pol bor, faqatgina mana shu prixoshkada, ya'ni koridorda bo'ladi. Keyingi xonamiz ham detskiyga mo'ljallangan desak ham bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqangi sharoitlar yaratilgan, qo'shimchasiga ixchamgina balkoni bor, ya'ni ko'chaga qaraydigan. Undan keyingi xonalarga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda ikkita bir xil kattalikka ega bo'lgan zallari mavjud. Endi masalan mana bu zalni tayyor shkafi bilan oladigan bo'lsangiz, родительский spalniy qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Juda ham ixcham hamda chiroyli qilib ishlangan. Agarda mana shu uy sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'rishni tavsiya qilaman, chunki rostdan ham planirovkalari juda ham yaxshi qilingan. Bu xona bo'lsa ajoyib rangda, mehmonlar uchun mo'ljallangan hamda rostdan ham bu yerda nima deydi? Juda ham xonalari keng. Hamda bu yoqda xuddi shunaqangi planirovkada detskiyga o'xshash xona qilingan. Agarda juda ham oilada ko'pchilik bo'lib, bolalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, detskiy qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bo'lmasam oshxonada bu narsani yeb o'tirishga tor joyda o'tirmasdan mana shu o'zida ovqatlanadigan joy qilsa ham bo'ladi. Biz hozir bu yoqda chetda sanuzellarni ko'rib turibmiz, uni ham hozir ko'rib o'tamiz. Ungacha biz mana hozir kuxnyaga yetib keldik. Kuxnya tayyor jihozlangan, ya'ni shkaflari bor, gaz plitasi bor, vitishkalari bor, hamma narsa yaxshi brendoviy narsalardan ishlatilgan. Mana bu yoqda kranlari ham bor. Xo'p, bu yoqda eshiklarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Oddiy eshiklar qo'yilmagan, hammasi brendoviy yaxshilardan qo'yilgan. Xo'p, endi sanuzellarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib hozir ochadiganimiz bu dush bo'ladi. Hamma sharoitlar qilingan bu yoqda ham. Shundoqqina kirib yashaydigan xonadon, hech qanaqa ortiqcha ishi yo'q. Ikkinchisi bo'lsa, albatta bu yoq sanuzel. Buni ham ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu uy mo'ljallangan joylarni aytib o'taman. Bu uy Sergelida, yangi Choshtepada joylashgan yangi domlar bor. 5 etajga domlar, shulardan biri hisoblanadi. Nima deyman? Uyda sharoitlar menimcha yetarlicha. Bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi, hattoki общий konditsioneringiz bor bo'lsa, konditsioner uchun joy ham ajratib ketilgan. Manzilni yana bir bor eslatib o'taman. Orqamizda yangi Choshtepa bo'lsa, shuni yonidayoq qurilgan yangi 5 etajga dom bo'ladi. Hamda ko'rib turganinglardek, shundoqqina domning tagida bog'cha joylashgan. Domning oldida detskiy plashatka ham bor. Mashina qo'yaman desangiz, joy juda ham ko'p. Xo'p, uyni ma'lumotlarini aytib o'taman. Uyni kvadraturasi 120 kvadratga teng bo'lsa, uyni narxi ham 120 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Agarda sizga mana shu uy qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol pastda raqam qoldiramiz, murojaat qilsanglar bo'ladi. Kelib ko'rishni rostdan ham tavsiya qilaman, chunki videoda boshqacha ko'rinishi mumkin, kelganingizdan keyin anchagina boshqacha ko'riladi, lekin to'g'risini aytaman, tavsiya qilib qolamiz.